Kim u? Hozir. O'zbekiston hujumi va ichkariga zorib Sodiqyor yaxshi pas, yaxshi fint, Bir soatdan beri ish taqirib qaramaysan. It. Shu oyog'ingdan bosmasa hovlamaysan. Molga o'xshab o'tishini qara. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Haligi Sharafat ham? Bor, nima edi? Chaqirib yubora olmaysizmi? Nega? Gapim bor edi, shunga bir ikki og'iz gapim bor. Saniya? Ha? Meni qizimga. Ha? Hozir chaqirib kelaman. Shu. Chaqirib. Hozir chaqiraman. Gapi yo'q. Ketib qolish yo'q-a? Yo'q. Anami? Menga qarang, siz momoda adashganingiz yo'qmi? Yo'q. Bo'ldi. Hozir chaqiraman. Ha, yaxshi. Ketib qolmaysizmi? Hozir chaqiraman. Hozir chaqiraman. Xotin! O xotin! Labay dadasi? Qizingni chaqirib yoqqa. Hozir. Qani yigit, kiringchi bir minutga. Kiravering. Mana Sharafat, kel. Kiring. Tortinmasdan kelavering. Kelavering. To'xta. Nima qilganingiz bu? Sen buni taniysanmi? Taniyman. Ey, nimaga ko'ppa kunduz kuni kelib, mana hammani oldida sharmanda qiladi, ha? Yo bir-birini sevasan. Kursdoshim. Bir narsa so'ragani keldim, xolos. Gapim bor edi. Bitta narsa ko'chirib olish kerak. Shuni so'ragani kelib qoldi, to'g'ri. Nimani ko'chirib olardi? Darsimiz bor. Darsdan so'ramoqchi edim, xolos. O'zingiz boshing. Sen bundan so'ragani keldingmi? Ha? Nimani so'ragani kelding? Dars yo'q, iltimos o'tiraman. Iltimos, to'xta. Aldama. Bir-birini sevasanmi? Yo'q. Hech narsa qilmaydi.